To'y tantana boshlab, kelin uyini bezatishni niyat qilib turgan aziz kelinoyijonlar, bugungi kunda 2-3 xonaning pardasini o'rnatish qanchaga tushishini bilasizmi? Buni biz sizga hozir hisoblab beramiz. Ungacha like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Bugungi kunda eng ko'p sotilayotgan top 3 xil parda. Xo'p, bulardan birinchisi high-tech, ikkinchisi neoklassika, uchinchisi klassika modeli bo'lyapti. Sizdagi o'rtacha va premium darajadagi pardalarning narxi qancha? O'rtancha standartdagi xonalarda o'rtancha narxi $500 va eng qimmati $5000 bitqizsak bo'ladi. Obunachilarimiz bu pardalarni qayerdan xarid qilishlari mumkin? Albatta, Italiya pardalar saloniga murojaat qilishsa bo'ladi. Italiya pardalar do'koni nafaqat o'zining hamyonbop narxlari, balki 3 qavatdan iboratligi va xilma-xilligi bo'yicha boshqalardan ajralib turadi. High-tech yoki klassik uslubdagi pardalar deysizmi? Xullas, barchasidan bor. Manzil ham hamma uchun birday qulay. Toshkent shahar Nurafshon ko'chasi, Rivera savdo markazi yaqinida joylashgan. Bu borada to'liq ma'lumot olish va pardaga buyurtma berish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Aytgancha, borib o'lchamlarini olish va o'rnatib berish mutlaqo bepul.